Hamma jinoyatlar va hamma jinoyatchilar yozilmoqda. Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. O'zbekistonda Mirziyoyev oilaviy sekulyar diktaturasi davom etmoqda. Xalq qiynalmoqda, xalq qashshoqlashmoqda. Davlat ishlamayapti, adolat yo'q, erkinlik yo'q. Bular aytildi va aytilmoqda. Lekin bundan 1-2 yil oldin Mirziyoyevning o'zi ham to'satdan Stalin qatag'onlarini eslab qoldi. Stalin qatag'onlarini esladi, ba'zi qo'rboshi bobolarimizni oqladi. 1938-30-yillarda Stalin qatag'onlarida qurbon qilinganlar, o qatag'on qurbonlari eslandi, jadidlar eslandi. Hammasi suv yuziga chiqdi. Necha yildan keyin 1930 hozir 2020 90 yildan keyin hammasi ma'lum bo'ldi. Stalin diktator ekan. Butunlay xalqimizni qatag'on qilgan ekan. Kommunistik rejim xalqimizni dinidan, tilidan, tarixidan butunlay uzoqlashtirib yuborgan ekan. Ya'ni u paytda jinoyatni qilganlar, butun jinoyatlari ma'lum bo'ldi, jinoyatchilar ham ma'lum bo'ldi. Abdulla Qodiriyni kim sotgan, Cho'lponni kim sotgan, o'sha paytdagi soxta sovet ziyolilari sotgan, ya'ni sovet rejimi tarafdan. Ular ham ma'lum bo'lib qoldi. Undan keyin Mirziyoyev aytdiki, Karimov qatag'onlari, Karimov qatag'onlari Stalin qatag'onlaridan ham battar etdi, qo'rqinchli etdi. Endi Stalin qatag'onlari ma'lum bo'lgandan keyin endi Karimov qatag'onlari ham ma'lum bo'lyapti. Kechagina taniqli jurnalist ayol Anura Sodiqova va taniqli ziyoli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon suhbat qilishdi. Yani qo'rqinch va zulm davri diktaturasi deb Karimov haqida. Karimovning jinoyatlari fosh bo'ldi endi. Oilasi bilan sharmanda bo'ldi. Qarang, hammasi oradan 30 yil o'tib fosh bo'lyapti yani. Va yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon o'sha Xayriddin Sulton degan bir xalqning xoini go'yo yozuvchi emish, do'stim deyapti endi domla yumshatish uchun. Hech qanaqa xalqning ham do'sti emas, hech kimning do'sti emas. Xayriddin Sulton Karimovning o'ng qo'li bo'lgan, butun madaniyatni, ijodni, matbuotni yo'q qilgan, mustaqil O'zbekistonda erkinlikni yo'q qilganlardan bittasi. Fosh bo'ldi. Bir yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon o Xayriddin Sultonni yoqasidan olyapti. Sen qilyaptin Karimovning davrida. Bir jinoyatchi, Rustam Inoyatov jinoyatchisi fosh bo'ldi. Endi butun uning odamlari bilan fosh bo'ladi. Zokir Almatov 2005-yilda Andijonda xalqni qirgan, Andijon qassobi degan laqab olgan. U ham fosh bo'ldi. Ko'ryapsizmi, 30 yilda. Hozir qilayotganlar Mirziyoyev davrida. Bu zulmlarni qilayotgan. Hammalaringiz fosh bo'lasizlar. Hozirdan zaten fosh bo'lib boryapti. Mirziyoyev ham oilaviy diktaturasi ham, uning qizi Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov bir tarafda, ikkinchi tarafda kichkina kuyov Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva, ularning o'zaro jangi, dahanaki jangi, bir-biriga o'q otishi hozirdan fosh bo'lib boryapti. Yana bu jinoyatlarni qilayotgan, bugungi jinoyatlarni qilayotganlar, Stalin jinoyatlarini qilganlar qanday fosh bo'lgan bo'lsa, Karimov davrida jinoyatlar qilgan, qanday jinoyatlar bo'lgan, qanday jinoyatlar qilingan. Jasliq konslageri fosh bo'ldi. Musulmonlar qatag'on qilingandi. Mirziyoyevning o'zi aytdi, yani stalbalarni ham qamarida bo'lar dedi. Va stalba topsa ham qamaydi dedi. Shu darajada hozir davom etyapti o'sha stalbalarni ham qamash davri. Karimov davridagilar ham fosh bo'lyapti. Endi Mirziyoyev davridagilar ham fosh bo'lib asta-asta boryapti. Hech kim o'ylamasin. DXXdagi jinoyatlar Botir Tursunov boshchiligida hammalari fosh bo'lasizlar. Josuslar, trollar, butun xalqning ichida yashirincha qilib yuribmiz deganlar. Eng katta generalingdan boshlab eng kichkina serjantinggacha DXXda ishlayotganlar. Hammang fosh bo'lasan.
Yaqinda fosh bo'lasan. 10 yil bo'lmaydi. Yaqinda nima qilayotganlar? Ichki ishlar vazirligida vahshiylik qilayotganlar. O'sha generalingdan boshlab oddiy militsionergacha agar xalqqa zulm qilsang, fosh bo'lasan, bilib qo'ygan. Hech narsa o'chib ketmaydi. Hech narsa yo'q bo'lib ketmaydi. Bütün jinoyatlaring bilan jinoyatchilar hammalaring bilinasizlar. Xalqni ezayotganlar, diniy idoradagilar hammalaring fosh bo'lasizlar. Qanday qilib qilgansizlar, qanday qilib maddohlik qilgansizlar, qanday qilib diktaturani qo'llagansizlar din nomidan. O'ylamanglar, bu o'tib ketadi deb. Yo'q, ertaga hamma suvning yuziga boyagi xarslar chiqqanday, axlatlar chiqqanday o'rtaga chiqasizlar hamma. Ismlaring bilan, rasmlaring bilan ertaga ko'rinasizlar. Diniy idoradagilar, yozuvchilar uyushmasiga, maddohlar, xoin ziyolilar, Sirojiddin Said boshchiligida. Ya Mirziyoyev nima edi ismi? Nima Ko'chimov degan O'zAning boshida. Absaid Ko'chimov. Bütün hammang fosh bo'lasan. O'ylama, O'zbekiston televiziyadan maddohlar kim rahbarlik qilgan, qanday maddohlik qilgan, qanday xalqni aldagan. Mirziyoyev o'zi aytdi-ku, biz dedi Karimov bilan xalqni ongli ravishda ongsiz qildik dedi. Xalqni ongli ravishda ongsiz qilishga urinyapsizlar yana. Lekin yaxshiyamki internet bor. İnternetdan odamlar hamma narsani bilyapti. Hozirdan fosh bo'lib boshladilar. Bütün kuchlar tartibi, davlatdagi vazirliklar, hokimliklar birontang nomini unutib ketadi. Men yashirinib qolaman. Haqiqat o'rtaga chiqqanda mening nomim aytilmaydi deb o'ylamanglar. Xalqqa zulm qilyapsanmi? Diktaturani qo'llab-quvvatlayapsanmi? Ertaga hammang fosh bo'lasan. Hammang. Endi bu faqat dunyoda, oxiratda hujayranga qadar fosh bo'lasan. Mirziyoyev boshda, Saida Mirziyoyev orqali hammang bir qator bo'lib turasan. Nimaga bu xalqqa zulm qilding? Alloh qiyomatda buni hisobini so'raydi. Vala tarkanu ilallazina zalamu fatamasakumun nar. Zulm qiladiganlarga yordam bermanglar. Bo'lmasa sizlarga ham jahannam olovi tegadi deb Alloh. Bütün hammasi diktator boshligida turadi. Maddohlari, saroy ulamolari, saroy shoirlari, mershablari, DXX'si, Milliy gvardiyasi ertaga Allohning hisobi bo'ladi. U yerda hech xato bo'lmaydi. U yerda bu dunyoda balki kimdir qochib qolishi mumkin. Kimdir o'zi yashirinib qolishi mumkin. U yerda qocholmaydi. Hammasi bugun televizorda xalqni ahmoq qilib o'yin qilayotganday, ochiq ko'rsatib turganday, ertaga qiyomatda hammasining hisobi bo'ladi. Men nimaga aytyapman bu gaplarni? Ogohlantiryapman. Hali vaqt bor. Hali Mirziyoyevga ham vaqt bor. To'xtatish mumkin bu zulmni. Saylovda erkin qilsin, mahallalarda erkin qilib yuborsin. Mahallaboy ishlash tizimidan voz kechsin. Bütün xalqni o'ylasin, davlatni o'ylasin, kelajagini o'ylasin bolalarni. Faqat o'zinikini emas. Faqat Mirziyoyevning oilasini o'ylamasin Mirziyoyev. Davlatning, xalqning kelajagini o'ylasin. Shundagina demak, hali vaqt bor. Shuni aytmoqchi edim. Har doim sog' salomat omon bo'linglar.